O'zbekistonda Longbridge kompaniyasi o'zini qonuniy ish faoliyatini boshladi. Bu kompaniyani juda ham afzallik tarafi juda ko'p. Balingiz kuyib ketmaydi, statusdan tushib qolmaysiz, sotuv yo'q. Qayta xarid majburiy emas. Agar o'zingiz uchun xarid qilaman deydigan bo'lsangiz, 50% dan 70% gacha skidka beradi hamda olgan xaridingiz uchun ham sizga daromad to'lab beradigan kompaniya hisoblanadi. 7 xil daromad turi mavjud. Keyin kompaniyada 9 ta lavozim bor. O'sha lavozimlarga tezlikda chiqishimiz uchun O'zbekiston uchun shunaqangi zo'r bir aksiyani e'lon qildi. Ya'ni siz 370 ming so'm bilan biznes boshlaysiz. Aslida 370 ming so'm bilan siz 15% ga chiqishingiz kerak edi. Kompaniya hamkorlari tezlikda rivojlanishi uchun shunaqa zo'r aksiya qo'ydi. Siz birdaniga kelasiz, 370 ming so'mlik mahsulot xarid qilasizda 15% ga chiqmaysiz. Srazu sizni kompaniya $140 joyga, ya'ni Diamond 2 degan lavozimga avtomatik ko'tarib qo'yadi. Ya'ni siz 19% ga ko'tarilasiz. Bu zvonyadan tushib ketmaysiz. Har bir qilgan taklifingizdan, ya'ni 19% dan daromad olasiz degani. Aziz opa-singillarim, kompaniya yangi kompaniya. Agarda siz kelib ishlaydigan bo'lsangiz, tezlikda rivojlanasiz. Chunki hozirda Longbridge kompaniyasini eshitgan ayol qizlarimiz, sitiklarning hammasi bu kompaniyani imkoniyatini eshitgandan keyin avtomatik ish boshlayapti. Agarda siz O'zbekistonda birinchilardan bo'lishni xohlasangiz va uxlab yotsangiz ham sizga daromad chiqishini xohlaydigan bo'lsangiz, menga murojaat qiling. Hammasini noldan o'rgataman. Kompaniyada siz 370 ming so'm bilan biznes boshlab pensionerkaga aylanishingiz mumkin. Ya'ni siz Diamond 5 lavozimiga chiqqaningizda dunyo tabarrukidan 1,5% dan sizga kompaniya dividend to'laydi. Bu degani dunyo tabarrukidan siz ishlasangiz ham, ishlamasangiz ham sizga daromad beradi degani. Kompaniyani siz aksionerga aylanasiz, sizga dividendlar tushib turadi. Juda ham zo'r kompaniya, sayohat beradi bepul, avto promotion beradi. Hech biriga hech qanaqangi qizlar muddat berilmagan. Kuyib ketmaydi. Hech narsa kuyib ketmaydi. Mazza qilib ishlaydigan kompaniya. Murojaat qiling, o'zim hammasini o'rgataman.